Assalomu alaykum obunachilar, bu nimaga o'xshayapti? Albatta damazda konditsioner bo'lmagani uchun biz mashinaga ventilyatorchalar qo'yishga majbur bo'lyapmiz. Bo'lsa buni Rossiyadan Oybek degan sinfdoshim bor, jo'natgan. Rossiyadan jo'natilganmi bu aka? Rossiyadan jo'natilgan. Mana endi qistirgichlar bo'lsa kerak. Oybek sinfdoshim ishni rivojini bergan, shu yigitga katta rahmat. Bag'olasi qo'limizga yetib keldi. Mana endi qanday ustanib qilsa ekan, qanday? Juda ham ajoyib. Uni qayerga tiqilaymi? Endi buni mana bu joyga o'rnatamiz. Bu joyga o'rnatamiz. Uni o'rnashli ekan. Bormi? Конечно. Buni menimcha bu anaga qo'ysa yana ham kuchliroq desa kerak, bo'lsa slabit qilyapti. Yo'q, o'zi mayin beryapti shamolni. Tepaga qo'ysa qanday ekan markazga mashinaga? Siz juda ham chiroyli joy tanladingiz, lekin Doston aka, realni aytyapman. Bu yerga xalaqit qilmasa agar, Mashina ham yomon joy emas, deydi. xullas biz endi buni uстановка qilib, mashinamizga chiroyli qilib joylashtirib, yana videoobzorni qaytadan olamiz. Biz efirga qaytamiz. Universal aka jamoasining aziz muxlislari va obunachilar.